Shayxontohur tumani qo'riqlash boshqarmasi xodimlari bank filialida xizmat olib borish jarayonida o'zlarining hushyorligi tufayli firibgarlik jinoyatining oldini olishga muvaffaq bo'lishdi. Tergov jarayonida aniqlanishicha, 1961-yilda tug'ilgan fuqaro Telegram messenjeri orqali qimor o'yinlarida ishtirok etgan. Bir muddatdan so'ng unga go'yoki 622 million 860 ming so'm yutuqqa ega bo'lgani haqida xabar keladi, ammo ushbu mablag'ni olish uchun avval 7 million 500 ming so'm miqdoridagi pulni maxsus hisob raqamiga boshlang'ich to'lov sifatida o'tkazishi talab qilingan. Shu maqsadda u bankka kelgan. Bankka kelib murojaat qilganda bankda turgan qo'riqlash xizmati xodimlari tomonidan ushbu holatning oldi olinganligi ma'lum bo'ldi va ushbu fuqaroga hozirgi kunda kerakli tafsilotlar berib, internet ijtimoiy tarmog'ida har xil turdagi o'yinlar va boshqa yutuqlarga ishonmasligi tushuntirildi. Xodimlari shuning uchun rahmat. Shular maslahati bilan iltimos bu o'yinni o'ynamadi dedilar. Ina shu sababi bilan men bir sababdan ina shu praktikalar, shu ishkarlar meni shu sababdan olib qoldilar. Rahmat uzoq yashang. Ichki ishlar organlari xodimlarining hushyorligi va kasbiy mahorati tufayli o'z vaqtida firibgarlikning oldi olindi hamda fuqaroning shoshma-shosharlik bilan noto'g'ri qaror qabul qilishi va katta miqdorda moliyaviy zarar ko'rishiga yo'l qo'yilmadi. Hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar orqali yuborilayotgan katta miqdordagi yutuqlar haqidagi xabarlarga ishonmang. Unutmang, agar sovg'a yoki yutuqni olish uchun sizdan oldindan pul o'tkazish talab qilinsa, bu firibgarlikning eng keng tarqalgan belgilaridan biridir. Hushyor bo'ling. Shubhali holatlarga duch kelsangiz, zudlik bilan ichki ishlar organlariga murojaat qiling.